Biz Ofiyat Medga qizim 7 oyligidan beri kelamiz. Qizimda sudurgi bo'lgan eng birinchi nevropatologga keldik, lecheniyalar oldik. Ofiyat Meddagi nevropatologga, logopedga, massajistga kattakon rahmat. Qizim yurmagani uchun, o'zini tutolmagani uchun massajlar oldik. Qizimni eng birinchi shunaqa bo'lib yurib ketishiga, qadamlar tashlashiga, o'zini o'zi tutishiga Munisa opa, Dildor opa eng katta sababchilari. Rahmat kattakon, Alloh rozi bo'lsin bu kishilardan. Qizim 5,5 kilo edi eng birinchi kelganda, hozirgi kunda 10 kilo, sog'lom, o'zi ovqat yeydi, o'zi o'tiradi, o'zi yuradi. Bu natijalarga Dildor opa, Munisa opa yordamida erishdik. Fizioterapiyalar olyapmiz, massajlar olyapmiz. Eng katta rahmatni birinchi o'rinda massajchiga aytaman. Avvalam Alloh, keyin Munisa opa sababchi. Kattakon rahmat. Shu kungacha rahmat ayta olmadim. Kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Alloh huzurini ko'rsin.